Bugungi terimimizdan sal endi rangi sal xomroq qilinadi-yu. Ko'rgan bo'lsangiz, bugun o'z korobkaga solib, uyga borguncha, anaqaga bozorga chiqquncha qizib qolaveradi. Shularni tarozilab ko'ramiz. Kattalari. Mana bu вообще gigant. Bu bitta yarim pul bo'lmasa u. Bo'lmadi. Atak. Shularda eng zo'rlar. Sarozini yoqib ko'ramiz. Bunlar 400 gram. Ko'rganimiz 400 gram. 250 gram. Bunisi esa 200 gram ekan. Endi bu 50 skidka qiladi-da. Atak 1 gramlik taroziga qo'ysak, uchrasi 1 kilo bo'ldi. 1 kilodan boshlanadi. Shunaqa malkanetlar ham kattalib qolibdi. Ularda ham shunaqalar bor. 400 gram, 300 gram. Narx-navo arzonlashdi bu yog'iga. Endi hozir ham 8 gramini ketyapti-ku. Talab yeyish ko'paydi. Endi standart bir teksiga qaramaydi. Ketaveradi. 80% pomidor mana shunday bizda hozir. 3-pog'ona bir xil terila boshladi. Xudosi bunga 2,5 tonna mo'ljallayapmiz. Bu yoqdan bir 102 kilo chiqadi. Bugun birinchi terim yoqdan.